Konnichiwa, hammaga sizlar bilan birga men Mitsushi. Bugungi videomizda Dan nomli animeni davomini ko'ramiz. Endi videoni boshlashdan oldin videoga shundoq like bosib qo'yinglar va kommentariy yozib qoldiringlar. Yana agar siz meni kanalimda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, shundoq obuna bo'lib qo'ying, chunki bu kanalda siz umuman zerikmaysiz. Okarun bilan Ayase yana o'sha qo'rqinchli joyga kelishdi va ular qo'rquvni yengib o'sha yerga kirishdi. Ularning maqsadi Turbovuni bu yoqdan olib chiqib va bog'langan ruhdan ajratishligi kerak. Ayase endi biz o'zga sayyoraliklarni yo'q qildik, qari kampir nima ham bo'lardi degan edi. Va ular Turbovuni boshini ko'rib qolishdi. Orqaga qarab yana qochaman deyishganda, uni boshqa boshini ham ko'rib qolishdi. U dubinkalarni olib, uni ko'ziga qarab uloqtirmoqchi edi, lekin uni ko'zidagi og'zi uni yutib yubordi. Oxirgi iloj faqatgina Okarunni la'nat edi, lekin Turbobuvi uni la'natini sirazi olib tashadi. Va endi Okarun ham oddiy insonlikka qaytdi. Turbobuvi endi ularni yemoqchi bo'lgan paytda Ayase sen bizdan qo'rqasan, shuning uchun bizani sirazi yo'q qilmoqchisan deb aytdi. Ayase sana Turbobuvi deyishadi, aqling esa biza bilan poyga o'ynab ko'r deb aytdi. Endi Turboni g'ururi yo'l qo'ymasdan rozi bo'ldi. Ayase unga san ungacha sana, biz ungacha qo'limizdan kelgancha qochamiz deb aytdi. Endi Okarun ikkovi botdan chiqishga harakat qilayotgan edi, lekin kambirsho 1-2-10 deb turib ularni quylashga ketdi. U Ayaseni ushlab oldi va endi Okarunga gal kelgan edi. Ya'ni Okarun endi 10 sekund qochish kerak, lekin Okarun hech narsani o'ylamasdan kampirshoni tishlab oldi. Okarun Turbobuviga Ayaseni qo'yormaguningcha men seni qo'yormayman deb aytdi va afsuski u yana la'natda Okarunning ichiga kirgizdi. Turbobuvi Okarunning ichiga kirgandan keyin Ayase uni bemalol ushlab tura oldi va endi uni nazorat qila oldi. Ular endi xursand bo'lib turishgan paytda kampirshoni bog'langan ruhlar kelib qoldi va ikkalasiga hujum qildi. Ularni qo'ylayotgan qanaqadir maxluq emas, shunchaki katta qisqichbaqa ekan, lekin qisqichbaqalar ham katta bo'lsa qo'rqinchli ko'rinar ekan. Sizlar boshqa animelarda qanchalik zo'r kurash ko'rsanglar, bu animeda qanchalik zo'r qochish ko'rsanglar bo'ladi. Okarun bu joyda Ayaseni yelkasiga o'tkazib olib, kampirshoni kuchidan foydalanishga harakat qildi. Va u juda ham baland joydan oyog'ini vertolyotdek aylantirib yerga sekingina tushib oldi. Yoki qattiq tushdi. Lekin nima bo'lsa ham qisqichbaqa ularni itdek quyladi. Ular qisqichbaqaga yem bo'lmasligi uchun qo'ldan kelgancha qochayotdi, lekin oddiy odamlar qisqichbaqani ko'ra olmaydi, ya'ni ruhlarni ko'risha olmaydi. Va yana ruhlar devorlarni buzib tashlasa ham haqiqiy olamga hech narsa qilmas ekan. Ular qochib issiq buloqqa kelib qolishdi va endi issiq buloqda qisqichbaqani suyaklari qattiqlashar ekan. Buni bilgan Ayase uni tepasidagi turbani yordi va undan suvlar chiqib, qisqichbaqa hech narsa qila olmay qoldi. Ayase oldimizda katta qisqichbaqa bor, qo'rib yeb ko'rmaymizmi degan edi. Okarun tomin ketganmi, o'zi zo'rg'a qutuldik deb javob berdi. Ular tashqariga chiqishdi va qanaqadir juda ham ko'p o'lik odamlar ularning yoniga yugurib kelishni boshladi. Bu o'liklarni Turbobuvi vaqtinchaga chaqirgan ekan, ularni yengunicha. Okarun va Ayase Shono shahridan chiqib ketishligi kerak edi. Va u shahardan chiqqandan keyin Ayaseni buvisi bemalol Turbovuni nazoratga ola olardi. Ular tuzoqqa tushdi va oxirgi umid Okarunni kuchidan qoldi. Okarun bunga bor kuchini sarflayotgan edi. Bundan keyingisiga yana kuchini ishlata olmaydi.
Ular bunaqa qattiq yerga tushishdan zo'rg'agina omon qolishdi. Bu yerda eng yomoni Ayase adashib Turbo buvini qo'yib yuborgan ekan. Endi ularni u o'ldiradi. Turbo buvi qisqichbaqa bilan birlashdi va ularga xohlasang yana 10 soniya vaqt beraman, qochib ko'r deydi. Lekin ayni paytda poyezdga o'tgan edi va Ayase Okaronni yaxshilab ushab poyezdga ilinib oldi. Bu poyezd maksimal tezligi 120 km edi, Turbo buvini maksimal tezligi 100 km. Ammo eng yomoni poyezdda har doim maksimal tezligida yurisha olmaydi. Ayase Turbo buvini Shono shahridan chiqib ketmaguncha yaxshilab ushab turdi va bu yoqda uni buvisi tuzoq qo'yib qo'ygan edi. Nihoyat hammasini bajarishdi. Turbo buvini tanasi yo'q bo'lib ketdi. Bu tunnelga yaqin joyda hali maktabni ham bitirishga ulgurmagan bolalar o'ldirilgan edi. Ruhoniylar Turbo buvini orqasidan anchadan beri yurishgan edi. Turbo buvi har doim nohaq o'limdan o'lganlarning jasadini yoniga borib, ularga tasalli bergan. Ular uyga borgandan keyin qisqichbaqani oyoqlarini talashishni boshlashdi. Agar shunchalik qorningiz och bo'lsa, manikini Santa Okarunda la'nat bormikan, yo'qmikan, shuni yana tekshirmoqchi edi. Bechora Okarun bo'lsa, rostdan ham ikkita ahmoqlarni o'rtasida qolib ketdi. Va endi nihoyat Okarun uyiga ketadigan bo'ldi va ular xayrlashgandan keyin xuddi bir-birini umuman ko'rmaydigandek bo'ldi. Keyin Ayase Okarunga qarab, ertaga ko'rishguncha deb aytdi va shu joyda video o'z nihoyasiga yetdi. Degan gapimga ishonmanglar, shunchaki like bosinglar. Okarun maktabga ketayotgan paytda darvozaning yonida uni Ayase kutib turgan edi. U meni kutmayapti, menimcha shunchaki do'stlarni kutyapti deb o'ylab, uni yonidan sekingina o'tib ketayotgan edi. Va Ayase uni to'xtatib, uni sinfigacha kuzatib bordi. Sinfda uni odamlar haligacha uni ustidan kulib masxara qilishardi. Ular ikkalasi dars davomida juda ham zerikib bir-biri bilan gaplashishni orzu qilishdi. Nihoyat ular shuncha bir-birini qidirib oxiri topishdi va ularni ko'rib qolganlar xuddi sevishganlar bo'lsa kerak deb o'yladi. Va ular bir-biriga ikki dunyoda ham hech qachon seni sevmasdim deb aytib ketib qolishdi. Lekin Okarun hojatxonaga kirgandan keyin nimadir sezib qoldi. Okarun sirasi Ayasening yoniga borib, bu narsani aytmoqchi edi. Lekin Ayase sen bilan boshqa gaplashish xohlamayman deb uni haydab bordi. Yo'lda Okarun Ayri ismli qizga turtilib ketdi va u qiz Okarundan xushmuomalalik bilan kechirim so'radi. Va ularni birga gaplashtirayotganini uzoqdan Ayase ko'rib qoldi. Va Ayri dugonasi bilan ketayotgan paytda Okarun ustidan kulib ketdi. Bu gapni eshitgandan keyin Ayase uni boshiga tog'orani tashib yubordi va Okarun bilan ketdi. Va ular yo'lda gaplashib, yana kelishib olishdi. Endi Okarun boyiga muammosini aytib bersa bo'ladi. Muammo shunday ediki, Okarunning tuxumlari yana yo'qolib qoldi. Endi ikkita tuxumlarni qaytarish uchun harakat qilish kerak. Ammo undan oldin buni qanaqa qilib yo'qolganini yaxshilab bilib olish kerak edi. Xuddi uning ichida kimdir bor deb tuyulgan edi va o'sha kimdir qo'g'irchoqqa quvib chiqarish kerak. Buning yo'li bo'lsa, Santa Okarun urgan paytda Ayase uning ichidagi narsani chiqarib olish kerak edi. Va ular buni qilgandan keyin uning ichidagi narsa o'yinchoqqa o'tib qoldi va o'sha o'yinchoq o'tdan qochib ketdi. Lekin Ayase uni his qildi va uni qochishiga yo'l qo'ymadi. Va hozir mushuk o'yinchog'ining ichida bo'lgan arvoh bu Turbo bu ekan. U o'tgan safar rostdan ham o'lishi mumkin edi, lekin u Okarunning ichiga vaqtida kirib olgan ekan. Endi Okarun bo'ldi, sen hech qayerga qochib keta olmaysan, endi tuxumlarimni qaytarib ber degan edi. Ammo Turbo buvi menga tahdid qilma, agar men o'lsam, seni koptoklaring ham yo'q bo'lib ketadi dedi. Bu narsani eshitib Okarunni qattiq jahli chiqdi va ko'rinishi ham o'zgarib qoldi. Eng qizig'i uni tanasida Turbo buvi yo'q edi, lekin bu kuchi o'zi ham qanaqa qilibdir ishlata olyapti.
Aslida Okaron Turbo buvni to'liq kuchini ushlab qolgan, uni shunchaki ruhi tashqariga chiqib ketgan. Endi ular kelishuv tuzmoqchi bo'lishdi. Agar Turbo buvi Okaronga tuxumlarni qaytarib bersa, ular unga kuchini qaytarib beradi. Turbo buvi ham kelishuvga rozi bo'ldi, ammo uni koptochalarini u yo'qotib qo'ygan ekan. Uni endi topish kerak. Xo'p do'stlar, shu bilan Dandadan animesining ham ikkinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kommentariyaga bitta so'z yozib qoldirsanglar, juda ham xursand bo'lardim. Erinmasdan yozib qoldiringlar, chunki hammasini o'qib chiqaman. Unda keyingi videolargacha ko'rishguncha sog' salomat bo'lishinglarni tilab qolaman.